Tasavvur qiling, siz ijtimoiy tarmoqlarda o'tiribsiz va to'satdan kartingizda 0 so'm qoldi. Har soniyada dunyoda 5 kishi xakerlarning qurboniga aylanadi. Keyingisi siz bo'lishingiz mumkin. Kiberxavfsizlik bu shaxsiy ma'lumotlaringiz, pullaringiz va hatto yirik kompaniyalarning xakerlardan himoya qiluvchi qulf va signalizatsiya. Ular sizning muhim fayllaringizni o'g'irlash, buzish yoki yo'q qilishga harakat qilishadi. Apple, Tesla, Google. Ular kiberxavfsizlikka millionlab pul sarmoya etadi. Chunki xakerlar milliardlab zarar yetkazishi mumkin. IT kompaniyalar, marketing, banklar va maxsus xizmatlarda hamma joyda kiberxavfsizlik mutaxassisi kerak. Eng muhimi, siz ham shu sohaning mutaxassisi bo'lishingiz mumkin. Dasturlash, tahlil qilish, xakerlar kabi fikrlash va sizda ITda ajoyib imkoniyatlar bor. Kiberxavfsizlik haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz yoki shu soha bo'yicha mutaxassis bo'lishni xohlasangiz, izohlarda haq so'zini yozib qoldiring va biz sizga to'liqroq ma'lumot beramiz.